Kitobning 116-betida ikkinchi topshiriq kuboidlarni 3 o'lchamli panjarada chizing. Bizda demak kuboid berilgan, buning demak yuqori qirralari, ya'ni yuqori tomonining demak uzunliklari 1/1 teng. Uning balandligi 1/1 va asosi ham 1/1dan iborat. Endi buni qanday qilib chizamiz? E'tibor beramiz, bu yerda chizish uchun xuddi biz oldingisiday demak 1/1liklarni 3/1 bo'lsa 1, 2, 3/1 chizib, balandligini ya'ni 3/1 hammasini chizib, pastini ham 1/1 ko'rinishida aks ettiramiz. Endi B variantda bu yerda demak 4/1, 2/1 va demak 3/1 bor. Ya'ni agar bu tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bizda bo'yi 4/1, eni 3/1 va balandligi 2/1 bo'ladi. Balandligini chizamiz 2/1. Demak bu yerda bo'yi 4/1 bo'ladi, eni esa 3/1. Ya'ni 3 ta kesma demak tutashtirib chizamiz. Bu esa 4/1. Bu tomoni ham 3. Balandliklari 2, bu tomoni 3, bu tomoni 4 bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishida demak chizib olamiz. Endi C variantida e'tibor bersak, bu yerda 5, 5, 3. E'tibor beramiz. 5 ni chizamiz, 5 ni uchlarini chizib tutashtiramiz va balandliklari barchasi 5. Ularni ham chizamiz va pastda 3/1 bu tomoni esa 5 bo'ladi. Va xuddi shu ko'rinishda biz kuboidlarni ham chizishni o'rgansak bo'ladi. Asosiysi e'tibor beradiganimiz nuqtalarni tutashmasi. Ya'ni 1/1 bo'lsa, ikkita nuqtani tutashtirib bitta kesma, 2/1 bo'lsa, demak 3 ta nuqtani tutashtirib 2 kesma, 3/1 bo'lsa 1, 2, 3 birlik, 4 bo'lsa 1, 2, 3, 4 birlik, 5 bo'ladigan bo'lsa ayni mana bu yerda chizib oldik. Demak 5 ta kesma chizib, ularni 5 birlik ko'rinishida aks ettirishimiz mumkin bo'ladi. Demak bu betdagini ham o'rganib oldik.